Bugun men aytadigan ma'lumot har bir xonadonga aloqador. Chunki pensiya oshishi faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga, nabiralariga, dori-darmoniga, kommunal to'loviga, bozordagi xarajatiga bevosita ta'sir qiladi. Eng muhim jihati shuki, pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi va endi ko'pchilikni bitta savol qiynayapti. Mening pensiyam qanchaga oshadi? Qachondan boshlab to'lanadi? Kimlarga tegishli? Kimlar alohida murojaat qilishi kerak? Men bugun sizga shu masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki juda ko'p odamlar aynanmaydi. Lekin muhim nuqtalarni bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa keksa ota-onalarimiz, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun juda zarur. Avval eng asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya miqdori odatda bir necha omillarga bog'liq bo'ladi. Fuqaroning ish staji, oldingi ish haqi, tayinlangan pensiya turi, minimal pensiya miqdori, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya. Ya'ni hamma pensionerlarga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Ayrimlarga oshish aniq foiz ko'rinishida seziladi. Ayrimlarda esa minimal miqdor o'zgargani uchun pensiya qayta hisoblanadi. Yana ayrimlarda ustama va kompensatsiyalar bilan birga umumiy to'lov ko'payadi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya oshishi haqida eshitganda, menga ham avtomatik tushadimi yoki pensiya jamg'armasiga borishim kerakmi deb xavotirga tushardi. Ayniqsa qishloq joylarda bank kartasi bo'lmagan yoki naqd pul orqali oladigan fuqarolarda savol ko'p bo'ladi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, belgilangan umumiy oshirishlar bo'yicha ko'p hollarda pensionerning alohida ariza yozishi shart emas. Ya'ni pensiya tizimida mavjud ma'lumotlar asosida qayta hisoblash avtomatik amalga oshiriladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Avtomatik oshirish degani hamma muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi degani emas. Agar sizning ish stajingiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, arkidagi ish haqi ma'lumotlari yetishmasa, nogironlik guruhi bo'yicha hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarda oila tarkibi o'zgargan bo'lsa yoki pensiya tayinlangandan keyin qo'shimcha ish staji tasdiqlangan bo'lsa, siz baribir tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki oshiriladigan baza noto'g'ri bo'lsa, oshirilgan pensiya ham kutilganidan kam chiqishi mumkin. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Men birinchi navbatda pensiya oluvchilarni bir necha guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta qatlam. Agar siz yillar davomida ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz oldingi ish haqi va staj asosida tayinlangan bo'lsa, umumiy oshirish sizga ham tegishli bo'ladi. Masalan, fuqaro hozir oyga 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, oshirish belgilangan tartibda qo'llanilgandan keyin uning oylik to'lovi yuqoriroq bo'ladi. Aniq summa har bir fuqaroning shaxsiy pensiya hisob-kitobiga bog'liq, lekin muhim narsa shuki, qaror umumiy bo'lsa, yoshga doir pensiya oluvchilar bundan chetda qolmaydi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham e'tiborli bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi miqdori faqat umumiy pensiya tizimiga emas, balki nogironlik guruhi, mehnat faoliyati, staj, ayrim hollarda parvarish xarajatlari va ijtimoiy yordam turlariga ham bog'liq. Masalan, ikkinchi guruh nogironlik bo'lgan fuqaro mehnat stajiga ega bo'lsa, uning pensiyasi boshqa ko'rsatkichlar asosida hisoblanadi. Agar u minimal darajadagi pensiya olayotgan bo'lsa, minimal miqdor oshishi unga juda sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Lekin nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilanmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lmasligi uchun hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bunday oilalarda pensiya ko'pincha bolalar, talaba farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari nomiga tayinlanadi. Bu yerda ham oshirish qo'llanadi, lekin oila tarkibi muhim. Masalan, 2 nafar voyaga yetmagan farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, ularning har biriga tegishli ulush bo'yicha qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Agar farzandlardan biri o'rin-dekaj yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida topshirilmasa, pensiya vaqtincha to'xtashi yoki kamroq hisoblanishi ehtimoli bor. 4-guruh ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ba'zi fuqarolar pensiya emas,
balki yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Ular ko'pincha yetarli ish stajiga ega bo'lmagan yoki pensiya tayinlash shartlariga to'liq mos kelmagan fuqarolar bo'ladi. Bunday odamlarda pensiya oshsa menga ham oshadimi degan savol bo'ladi. Agar qarorda pensiyalar bilan birga nafaqalar miqdori ham oshirilishi belgilangan bo'lsa, ularga ham ta'sir qiladi. Lekin pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Shuning uchun o'z to'lovingiz nomini aniqlab oling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi yoki yoshga doir nafaqa? Bu bank kartasiga kelgan SMSda har doim ham aniq yozilmasligi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi bo'limida yoki may uz orqali tekshirish mumkin. Endi bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 67 yoshli otaxon 38 yil ish stajiga ega. Lekin pensiyasi 1.500.000 so'm atrofida. U pensiya oshishi haqida eshitib, menga 500.000 qo'shiladimi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa qo'shimcha miqdor umumiy foiz, minimal baza, ustama va uning shaxsiy hisob-kitobiga qarab belgilanadi. Agar unga masalan belgilangan foiz asosida qo'shimcha qo'llansa, pensiya 1.500.000 dan yuqoriga chiqadi. Lekin agar uning ish staji hujjatlarda to'liq ko'rinmayotgan bo'lsa, u haqiqiy haqdorligidan kamroq olayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday odamlar nafaqat oshirilgan summani kutishi, balki pensiya ishidagi ma'lumotlarni ham bir marta tekshirtirishi kerak. Yana bir misol. Andijondagi 2 yoshli ayol 25 yil maktabda ishlagan. Keyin uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. U pensiya oladi, lekin ayrim yillar mehnat daftarchasida muhr noaniq tushgan, ish joyi nomi o'zgargan. Agar tizimda bu yillar to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa, uning pensiyasi pastroq chiqishi mumkin. Pensiya oshirilganda ham past hisoblangan bazaga oshirish qo'llanadi. Natijada u hammaniki oshdi, meniki kam oshdi deb o'ylaydi. Aslida muammo oshirishda emas. Dastlabki pensiya hisobida bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Samarqandda yashaydigan fuqaro pensiyani bank kartasi orqali oladi. Qaror kuchga kirgandan keyin u birinchi oyda odatdagidan ko'proq pul tushishini kutadi. Lekin mablag' bir necha kun kechikadi. Bu darhol menga oshmadi degani emas. Ba'zan qayta hisob-kitob banklarga ro'yxat jo'natilishi, to'lov kunlari va texnik jarayonlar sababli pul odatdagi sanadan biroz farq bilan tushishi mumkin. Lekin kechikish uzoq davom etsa, albatta murojaat qilish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa. Oxirgi yillarda pensiya jamg'armasidan hech qanday qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov haqida xabar kelmagan bo'lsa, siz umumiy oshirishni avtomatik kutishingiz mumkin. Ammo men baribir har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya miqdori qanday hisoblanganini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki odamlar ko'pincha 10 yil davomida kam pensiya olib yurganini faqat tasodifan bilib qoladi. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Ish staji arxiv orqali tasdiqlanadiganlar, sobiq korxonasi yopilib ketganlar, harbiy xizmat yillari hisobga olinmaganlar, dekret davri yoki bola parvarishi davri bo'yicha savoli bor ayollar, chet elda ishlagan davrini qo'shtirmoqchi bo'lganlar, nogironlik guruhi yangilanishi kerak bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasini topshirmaganlar, bank kartasi muddati tugaganlar va yashash manzili o'zgarganlar. Endi eng muhim, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya oshishi bilan eski qarzdorlik masalasi. Agar fuqaroning pensiyasidan oldinroq biror sabab bilan ushlab qolish bo'layotgan bo'lsa, masalan, ortiqcha to'langan summa qaytarilayotgan bo'lsa yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lsa, oshgan pensiyaning ham bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Bunda odam pensiya oshdi deyishdi, lekin men sezmadim deydi. Aslida umumiy hisobda oshgan, lekin qo'lga tegadigan summa ushlanma sababli kamroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya bank kartasiga tushadigan bo'lsa, kartaning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ayrim pensionerlar kartani farzandlariga berib qo'yadi. PIN kodni unutadi yoki bank ilovasiga kira olmaydi. Pensiya oshganda kartaga pul tushadi, lekin fuqaro uni ko'ra olmaydi. Shuning uchun kartani tekshirtiring. SMS xabarnoma yo'qilganmi? Bankdagi telefon raqam o'zingiznikimi? Karta bloklanmaganmi? Shularni aniqlang. Naqd pul oladiganlar esa pochta yoki yetkazib berish jadvalini bilib olishi kerak. Uchinchi nozik jihat barchaga oshadigan gapni noto'g'ri tushunmaslik. Barchaga oshadi degani hamma bir xil qo'shimcha oladi degani emas. Masalan, 900.000 so'm oladigan pensioner bilan
2 milyon 500 ming so'm oladigan pensionerda oshish miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar foiz asosida oshirilsa, yuqori pensiyada qo'shimcha summa ko'proq ko'rinadi. Agar minimal miqdor oshirilsa, past pensiya oluvchilar ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi 200 mingga oshib, sizniki 120 mingga oshsa, bu darhol xato degani emas. Lekin farq juda katta bo'lsa va siz sababini tushunmasangiz, tekshirtirish shart. 4-chi nozik jihat pensiya yoshiga yaqinda chiqqanlar. Agar siz pensiyani yaqinda rasmiylashtirgan bo'lsangiz, yangi qaror kuchga kirish sanasiga qarab hisob-kitob qilinadi. Ba'zi holatlarda pensiya tayinlangan sana, ariza berilgan sana va to'lov boshlangan sana farq qiladi. Masalan, fuqaro aprel oyida pensiya yoshiga yetdi, may oyida ariza berdi, iyunda hujjatlari to'liq bo'ldi. Qaror esa shu davr oralig'ida kuchga kirgan bo'lsa, qaysi oy uchun qaysi miqdor to'lanishi alohida hisoblanadi. Bunday holatda menga eski miqdorda hisoblab qo'yishdi deb xavotirlanmasdan, aniq davrlar bo'yicha izoh talab qilish kerak. 5-chi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlasam, oshirish menga tegmaydimi deb so'raydi. Umumiy qoida shuki, pensiya oluvchi fuqaro ishlayotgan bo'lsa ham, pensiya oshirish tartibi unga ham tegishli bo'lishi mumkin. Lekin ishlayotgan pensionerning keyinchalik pensiyani qayta hisoblatish masalasi alohida tartibga ega. Agar pensiyaga chiqqandan keyin qo'shimcha ish staji va daromad shakllangan bo'lsa, ayrim hollarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish foydali bo'ladi. Bu avtomatik oshirishdan boshqa masala. 6-chi nozik jihat hujjatlarda ism familiya farqi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo chiqaradi. Masalan, mehnat daftarchasida ism Muhabbat, pasportda Muhabbat, arxiv ma'lumotida esa Muqabbat bo'lib yozilgan. Yoki familiya turmushdan keyin o'zgargan, lekin nikoh guvohnomasi topshirilmagan. Bunday mayda farqlar stajni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Pensiya oshishi bo'yicha umumiy qayta hisoblashda bu darhol bilinmasligi mumkin. Ammo pensiya miqdorini adolatli aniqlashda juda muhim. 7-chi nozik jihat arxiv ma'lumotlari. Sobiq zavod, kolxoz, shirkat xo'jaligi, qurilish tashkiloti, savdo korxonasi yoki xususiy firma yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Odam ishlagan, lekin hujjat arxivga to'liq topshirilmagan. Natijada staj qisqarib ko'rinadi. Agar siz men 35 yil ishlaganman, lekin pensiya past desangiz, eng birinchi tekshiriladigan narsa staj to'liq hisoblanganmi yoki yo'qmi? Chunki pensiya oshdan to'g'ri staj asosi bo'lsa, siz yillar davomida kamroq olishingiz mumkin. 8-chi nozik jihat qo'shimcha imtiyoz va ustamalar. Ayrim pensionerlarga alohida xizmatlari, nogironlik holati, parvarishga muhtojligi, yosh chegarasi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, ayrim sohalardagi xizmatlar uchun ustamalar bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilganda asosiy pensiya oshadi. Lekin barcha ustamalar bir xil tartibda oshadi deb bo'lmaydi. Ayrim ustamalar qat'iy summa, ayrimlari bazaviy miqdorga bog'liq, ayrimlari esa alohida hujjat talab qiladi. Shuning uchun sizda imtiyozli maqom bo'lsa, uni pensiya ishingizga kiritilmaganini tekshiring. Amaliy maslahat nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak? Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib oling. Oxirgi oyda qancha tushdi? Undan oldingi oyda qancha tushdi? Qo'shimcha yoki ushlanma bo'lganmi? Barchasini alohida qayd qiling. Bank smeslari bo'lsa, saqlab qo'ying. Naqd pul olsangiz, to'lov qaydnomasi yoki pochta xabarnomasini so'rab ko'ring. Ikkinchi qadam, qaror kuchga kirgan sanadan keyingi birinchi to'lovni solishtiring. Agar pensiya oshgan bo'lsa, farqni hisoblang. Masalan, oldin 1 million 300 ming so'm olgan bo'lsangiz, yangi to'lov 1 million 403 ming bo'lsa, farq 500 ming so'm. Lekin bitta oyda qo'shimcha qayta hisob yoki kechiktirilgan farq ham tushishi mumkin. Shuning uchun faqat bitta SMS ga qarab xulosa chiqarmang. Keyingi oy to'lovini ham tekshiring. 3-qadam. Agar summa tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi oshirishdan keyingi qayta hisob kitob bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Ish stajim, hisobga olingan oylik ish haqi, ustamalar va ushlanmalar haqida ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Yozma murojaat qilish juda muhim, chunki og'zaki aytilgan gap esdan chiqadi, lekin yozma javob hujjat bo'lib qoladi. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang.
Sizda pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta ma'lumotlari bo'lsa, barchasi tartibga soling. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkaga joylang. Keksalarimiz ko'pincha bitta hujjatni topolmay qolib, bir necha marta qatnaydi. Oldindan tayyor bo'lsa, jarayon ancha yengil bo'ladi. 5-qadam ish staji bo'yicha shubhangiz bo'lsa, arxivga so'rov bering. Buni o'zingiz ham qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi orqali ham so'rov berilishi mumkin. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini bilishga harakat qiling. Masalan, avval paxta tozalash zavodi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan. Keyin boshqa nom bilan qayta ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Arxivda aynan qaysi nom bilan qidirish kerakligi muhim. 6-qadam bank masalasini tekshiring. Kartangiz ishlayaptimi, muddati tugamaganmi? Plastik karta boshqa odam qo'lida qolmaganmi? Bank ilovasida balans to'g'ri ko'rinyaptimi? Shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini qonuniy tartibda hal qilish kerak. Oddiygina o'g'lim olib keladi deb kartani berib yuborish xavfli. Chunki keyin pul qayerga ketganini isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam, agar pensiya umuman oshmagan deb hisoblasangiz, shoshilmang, lekin jim ham turmang. Avval to'lov sanasini kuting, keyin tuman bo'limidan izoh oling. Agar izoh sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga yozma murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Eski pensiya miqdori, yangi tushgan summa, qaror kuchga kirgan sana, sizga berilgan javob, sizning talabingiz. Shunda murojaatingiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 8-qadam, pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksalar SMSni o'qimaydi. Bankka borishga qiynaladi, hujjatlarni ajrata olmaydi. Farzand sifatida siz ularning pensiya miqdorini tekshirib, kerak bo'lsa birga borib, hujjatlarni tartibga solib berishingiz kerak. Bu faqat pul masalasi emas, bu adolat masalasi. Odam umr bo'yi ishlagan bo'lsa, unga tegishli pensiyani to'liq olishi kerak. 9-qadam, mish-mishlarga ishonmang. Hammaga falon so'mdan qo'shilar ekan. Faqat falon yoshdagilarga berilar ekan. Arzi yozmagan odamga tushmas ekan. Karta almashtirmasa oshmaydi ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Har doim rasmiy manba, pensiya jamg'armasi, mybank.uz, mahalliy hokimlik yoki bankdagi rasmiy ma'lumotga tayaning. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shu. Odamlar qo'shnining gapiga ishonib, kerakli hujjatni topshirmaydi yoki aksincha keraksiz joyga yugurib yuradi. 10-qadam, agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, hozirdan tayyorlaning. Pensiya yoshiga 2 yil qolgan bo'lsa, mehnat daftarchangizni tekshiring. Korxonalar bo'yicha ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Yo'qolgan hujjatlarni tiklang, arxivdan ma'lumot oling. Pensiya oshishi bugungi pensionerlar uchun muhim bo'lsa, ertaga pensiyaga chiqadiganlar uchun ham signal. Hujjat to'liq bo'lmasa, pensiya ham to'liq bo'lmasligi mumkin. Demak, eng asosiy xulosa shuki, pensiyalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, bu juda muhim ijtimoiy yangilik va u ko'plab oilalarning daromadiga ta'sir qiladi. Lekin har bir fuqaroning pensiyasi alohida hisoblanadi. Barchaga tegishli umumiy oshirish bo'lishi mumkin, ammo qo'lga tegadigan aniq summa staj, ish haqi, pensiya turi, ustamalar, ushlanmalar va hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangizni shunchaki kutib o'tirmang, uni nazorat qiling. Eski va yangi summani solishtiring, hujjatlaringizni tekshiring, tushunarsiz joy bo'lsa, yozma izoh so'rang. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Bir marta to'g'ri tekshirtirish keyingi yillarda minglab, hatto millionlab so'm farq qilishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa, izohlarda qancha farq bo'lganini yozing. Agar hali tushmagan bo'lsa yoki tushunarsiz vaziyat bo'lsa, qaysi hududdan ekaningizni va muammo nimada ekanini kommentariyada qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga, ota-onangizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.